Navbatdagi dazmolchi zakazlarimiz tayyor bo'ldi akalar. Xudo xolasa sizlar uchun ajoyib tayyorlab qo'ydik. Mana xohlagan ranglaringda bor. Agar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, bu tomonga kelsa bir boshdan obzorni qilib ketaveramiz akalar. Xo'sh, maloshniy bunisi tepasi sushilkasi bor akalar. Xuddi mana shu holatda 3 ta turbachalari bor. Kiyim narsalarni yuvsalari, mana shu qo'yib qo'yilsa quritgani ham juda ham zo'r akkuratni ishlangan akalar. Tortmalari yengil. Bu tomonlarda tortmalari bor. Ruchkalari ham ajoyib ishlangan. Past qismlardan eshikchalari juda ham zo'r. Xo'sh, bu tomonda ham xuddi mana shunaqa eshikcha polkalari bor akalar. Polni PVX kromkada bo'lgan, tepa qismlar miyaqki bo'lgan, yumshoqlab bersa mana yumshoq mashalkasi bor akalar. Mana bunisi ikki qo'llab buklab bemalol ochishingiz mumkin. Men buklanadi akalar. Hozir men bitta qo'l bo'lgani uchun juda qiyinroq bo'lyapti. Bittasini buklab ko'rsataman hozir. Mana akalar, hozir mana bu buklangan holati, buni shuni ko'tarsangiz o'zi avtomatik turib qoladi. O'z nima krashchilari ushlab qoladi akalar. Mana bu yerda knopkasi bor. Mana shu knopkasini shuni bosasizlar, o'zi mana kirib ketaveradi. Ko'rasizlarmi? Mana shu holatda buklanadi aka. Hammasi yuzgacha strechlangan holatda boradi akalar. Bunisi kashmir rang, buni tortmali bo'lgan. Bu ham tortmali deyman. Xuddi shu fasonni jin tortmalisi jini ko'prog'i, tagida mexanizmi bor. G'ildirakchali akalar, mana bu holatda bemalol ko'chirib yurishingiz mumkin akalar. Mana bu holatda ko'chiriladi. Keyin tagida stopi bor. Mana stopni bitta bosib qo'yasizda hech qayerga jilmaydi akalar mana. Hech qayerga jilmaydi. G'ildirakchalar stoplari ushlab qoladi akalar. Juda ham baquvvat ishlangan. Mana stopni ko'tarasiz, hamma yoqqa jiltaverasiz akalar mana. Xohlagan joyingizgacha yuraveradi akalar. Bularımizda g'ildirakchalar bo'lgani uchun bunisi ham 800 ming so'm, bunisi ham 800 ming so'm akalar. Bularimiz mana oqi bor, bitta mokrisi bor, bunisi ham hali mokrisi bor. Bularimiz jinday arzonroq, chunki g'ildirakchasi yo'q, jinday mexanizmlar jinday kamroq. Mana bu fasonimiz bilan bu fasonimiz bir xil, chunki bir xilu, lekin bunga g'ildirakcha qo'yilgan hisobiga 50 ming so'm qimmat yuradi. Bunisi 50 ming so'm arzon yuradi akalar. G'ildirakcha bo'lmasin desalar 750 ming so'm bunisi ham qilib beramiz. Chunki g'ildirakchasini o'ziga 4 ta g'ildirakcha qo'yganimiz evaziga 50 ming so'm rasxotiga qo'shilib qoladi. Shunday rasxot qo'shiladi xolos akalar. Bular ham xuddi shunaqa mana tepasida sushilkasi bor. Tagida tortmalari mana bu holatda. Polni 100% PVX kromka. Suvga ishab yomon bo'lib ketmaydi. Tepalari miyaqki bo'lgan. Mana bu holatda mana yumshoqqina dazmolsalar ham tekis dazmol bo'ladi. Juda ham zo'r akalar tepa qismi mana. Bunisi jinday oddiyroq, bunisi ham 750 ming so'm. Bunisi jinday oddiyroq ishlangan. Tepasida nimasi yo'q. Bularga sushilkasi yo'q akalar mana. Lekin polkalari ikkitadan bu tomoniga ichida ham polkasi bor akalar. Bemalol qisqachichalari, dazmolingizni nima kerak bo'lsa ichiga solib qo'yasizlar akalar.